48 bob. Bir mezgildan keyin Yusufga otasining og'rib qolganligi to'g'risidagi xabar yetdi. Shunga Yusuf ikki o'g'li Manasse bilan Efroimni elib, otasining yeniga bordi. Yaqub o'g'li Yusufning kelganligini anglab, yotgan o'rnidan kuchining boricha kuchab turib, oron o'ltirdi. Yaqub Yusufga: "Hammaga qodir Xudo, Qanondagi Luz degan yerda menga ko'rinib, menga baxt ato qilgan edi. U menga: "Men sening avlodlaringni ko'paytib, ularni nurg'un millat qilaman va bu zaminni sening avlodlaringga mangu zaminlikqa beraman" degan edi, dedi. Yaqub yana: "Hey Yusuf, men Misrga kelmasda sen bu yerda ikki o'g'il tepibsan. Bu ikki o'g'il, ya'ni Efroim bilan Manasse, Ruben bilan Shimonga o'xshash mening o'g'illarim hisoblansin. Boshqa bola topsang, o'zingning bo'lsin. Ular kelgusida mirosxo'rlik qiladigan yer Efroim bilan Manassening zemini ichida bo'lsin. Bunda qilishimdagi maqsad onun Rahilaning vajidindir. Men Paddan Aramdan qaytib kelganimda, onun Qanon rayonidagi Efrata'ga boradigan yo'l bo'yida meni hasratda qoldirib vafot bo'ldi. Men uni shu yerda dafn qilgan edim", dedi. Efrata hozir Betlehem deb atiladi. İsrail Yusufning o'g'llarini ko'rib, "Bu bolalar kim?" deb so'radi. Yusuf: "Mening o'g'illarim. Men Misrga kelgandan keyin Xudo menga bergan bolalar" deb javob berdi. İsrail yana: "Ularni yenimga akel. Ularga duo qilay", dedi. İsrail qerib ketganligi uchun ko'zi to'rlishib, yaxshi ko'rmaydi. Yusuf bolalarini uning oldiga elib keldi. İsrail ularni quchoqlab, so'yib qo'yib, Yusufga: "Asli seni qayta ko'raman deb o'ylab boqmagan edim. Mana, endi Xudo menga sening o'g'illaringni ko'rsatdi", dedi. Yusuf İsrailning tizdagi ikki o'g'lini yerga tushirib, o'zi otasining oldida beshini yerga takkudak egib ta'zim qildi. Yusuf Efroimni İsrailning so'l yeniga, Manasseni o'ng yeniga turg'izdi. Lekin İsrail ikki qo'lni almashtirib, o'ng qo'lini kichik navrisi Efroimning beshiga, so'l qo'lini cho'ng navrisi Manassening beshiga qo'yib, Yusufga baxt tilab mundaq duo qildi: "Bo'g'larim İbrahim bilan Ishoq yaqin egashgan Xudo, bu ikki navramni baxtli qilg'ay. Meni bugungacha yetaklab kelgan Xudo, ularga baxt ato qilg'ay. Meni butun balo qazolardan qutqizgan farishta, ularga baxt ato qilg'ay. Mening nomim, ota bovam İbrahim bilan Ishoqning nomi bu bolalar orqali mangu davomlashqay. Ular nurg'un avlodliq bo'lib, yer yuzida gullab yashnig'ay." Yusuf otasining o'ng qo'lini Efroimning beshiga qo'yganini ko'rib, ko'nglida norozi bo'lgan edi. Shunga u otasining o'ng qo'lini Efroimning beshidan Manassening beshiga yo'tkab qo'ymoqchi bo'lib, otasiga: "Ata, bu ishingiz to'g'ri bo'lmadi. Cho'ngi bu. O'ng qo'lingizni uning beshiga qo'yg'aysiz", dedi. Otasi rad qilib: "Hey o'g'lim, bilma. Manassening avlodlarimi cho'ng xalq bo'ladi. Lekin inisi uningdan kuchli bo'ladi. Inisining avlodlari ro'naq topgan ko'p xil xalqlarga aylanadi", dedi. U kuni İsrail ularga baxt tilab mundaq duo qildi: "Kelgusida İsrailning avlodlari kishilarga xayrli duo qilganda mundaq desin: Xudo sizlarni Efroim bilan Manassega o'xshash baxtli qilg'ay." Shundaq qilib, Yaqub Efroimni uning aksi Manassedan yuqori o'ringa qo'ydi.
Keyin İsroil Yusufga: "Mening olamdan o'tishimga oz qolganligini bilasan. Lekin Xudo jazman sizlarga yor bo'lib, sizlarni ota-bobonglarning zeminiga qaytirib ketadi. Men sana qarindoshlaringga qaraganda bir hassa otiq zemin beraman. U yani men Amorlarning qo'lidan qilich va o'q yoyim bilan tortib olgan edim", dedi.